Siz chiroy uchun taqayotgan linzalar ko'zlarni ko'rlikkacha olib kelishi haqida bilarmidingiz? Men Birnazar Mahsudin Yormatovich 9 yillik tajribaga ega ko'z shifokoriman. Hozirda o'z faoliyatimni Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasi ko'z kasalliklari bo'limida olib bormoqdaman. Ko'zlarga kontakt linzalarni taqishdan asosiy maqsad ko'zdagi refraksiya buzilishlarini to'g'irlash, davolash va qo'shimcha chiroy. Ko'pincha ayollar foydalanishadi. Maqsadida taqiladi. Birinchi maqsadimiz ko'z refraksiya buzilishlarini davolash, ya'ni minusi, plusi bor, astigmatizmi bor kasallarimizga biz kontakt linzalarni tavsiya qilamiz. Yoki davolash maqsadida ko'zning shoh pardasidagi har xil patologik o'zgarishlarda davolovchi linzalardan foydalanadi. Va uchinchisi, ko'proq ayollarimiz foydalanishadi, ya'ni ko'zlarini yanada chiroyliroq ko'rsatish maqsadida, uning ranglarini o'zgartirish maqsadida taqishadi. Kontakt linzalarning asosiy kamchiliklari uni ishlatayotgan insonlardan juda ozodalik talab qiladi. Ya'ni kontakt linzalarni notoza qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Kontakt linzalar bilan birgalikda dush qabul qilish, suv havzalarida cho'milish yoki linzalarni maxsus suyuqlikdan boshqa suyuqlikka solish qat'iyan man qilinadi. Mana shuni oqibatda taqiladigan ko'zlarda toki ko'rlikkacha boradigan kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Agarda siz ehtiyotsizlik sabab yuqorida sanab o'tilgan holatlarga tushib qolsangiz, ko'zingizda xavfli bo'lgan keratit, ya'ni shoh pardaning yallig'lanish kasalligi kelib chiqishi mumkin. Keratitlarning boshlang'ich belgilariga ko'zlarning qizarishi, ko'zlardagi yot jism hissi, ko'zlarda yoshlanishlar, ko'rishning yanada pasayishi kabi belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Agarda sizda ushbu belgilar kuzatilsa, zudlik bilan ko'z shifokoriga murojaat qiling. Ko'zlarda uchraydigan kasalliklar va kontakt linzalar bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.